Sunjan zat qanday kishi? Uni 3 podshohlikdagi zabardast polvon deyishga bo'lamdi. Yaxshimisiz do'stlar? Unda qolsa biz 3 podshohlikni yana so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda 18 taram qo'shinninki yig'ilganligi, Yuanshavning taram, ya'ni top 5 bo'lganligini so'zlab o'tgandik. Endi bu top 5 bo'lgandan keyin endi bu ishlarni o'rinlashtirdi. Ishlarni o'rinlashtirib har xil planlarni tuzdi. Ya'ni buning ichida hamda baş Turşavul eng oldida menib hujum qilgan kishi hamda baş Sang'un. Qo'shinningki eng oldida mangdigan Chenfeng deydi-ku, top o'ynagan vaqtda eng oldin qatorda hujum qilgan. Ham mushaga bir odamni saylashni o'ylayotgan vaqtda bu yerda Sunjan o'rnidan turib, men baş Turşavul bo'laman. Eng oldida men urush qilishga tayyor degandan keyin hammalar qo'shib ketdi. Yuanshav ham qo'shildi. Chunki o'zi top 5 bo'pla birinchi vazifani qo'ygandan keyin biraylan maydasini kerib o'ttiz chiqib men qilaman deb mardonlikdan chiqqandan keyin demak buningki planlar nihoyat yaxshi amalga oshyapti. O'rinlashtirilishi yaxshi menyapti-da. Uning ustiga bu Turşavul degan amal baş Turşavul eng muhim amal, eng kuchli Sang'un, Noch Sang'un jangi mayir odam buni qilish kerak. Endi rost degandek mushiyada 18 taramning ichida haqiqatan Sunjan jang qilishdi bo'lsin yoki tadbir belgilashdi bo'lsin, universal safa jihatda qog'illarning hammasini ish tushdi. Jang ma'rif jihatda garchi uningdan ustun sanog'ullar bo'lsa-mu, ammo uningki jang qilish, ya'ni o'zining lashkarlarini o'rinlashtirish, nadin jang qilsam yenga olayman, qanday qilib buning ojizlik tarafini topa olayman. Jang tadbir jihatda bu yana qilishmaydi. Demak, men ikkisini qo'shsaq, buningki universal kuchi ham jang qilish hem jangni planlash kuchini birlashtirsak, demak buningga yetadigan odam yo'q 18 taram qo'shinda. Shunga bu Sunjan baş Turşavul bo'laman degan vaqtda hammalar nihoyat xo'shal bo'lib qo'shib ketdi. Endi Sunjan nimishqa baş Turşavul bo'ldi? Bu Sunjan zoti kim? Endi biz shu Sunjan to'g'riliq ozroq to'xtalaylik. Endi bu Sunjanni 3 podshohlikdagi zabardast polvon deyishga bo'ldi. Sunjanninki yurti shu Jiangdong deb chiqadi bunda. Hamda Changjiang daryosiningki sharq tarafiga to'g'ri keldi. Jiangsu, Zhejiang degan o'lkalar demak shu Jiangdong ninki chegarasi hisobda. Shu rayonning ichiga kirdi. Endi bu kichik vaqtida nihoyat namrat oilada tug'ilgan. Bu Sunjanning oilasi bak namrat. Bu endi kichik vaqtidan boshlab namrat bo'lgandan keyin bu oilasida nihoyat jafoliq cho'ng bo'ldi. Ammo buna tirishchan, ajoyib yuraklik. Mushu jang qilish bo'lsin, mush qilishvozlik, undan keyin kuch sinishish degan jihatlarda ajoyib qitirqinib o'g'indi bu. Asta-asta cho'ng bo'lgandan keyin mu ajoyib kuchtingir. Mushu tang tushlar bilan urushib qolsa, yengib oldigan mushundaq bir sharoitni hozirlaydi. Mushu tan jihatdan, palvonlik jihatdan yomanda. Ham bu 17 yoshga kirgan vaqtida buning dadasi ikkaylan shu daryodan o'tib ketayotgan vaqtda bir so'li kiymasdi. Endi bular shu yerdagi dengiz, ya'ni daryo qiroqchilariga uchraydi, daryo qiroqchisi. Uchrab hamma shu paraxoddagi, ya'ni kemadagi mol-mulkni tortib oldi. Tortib olgandan keyin endi bu shu daryo qiroqchilari mol-mulkni tortib olgandan keyin qirg'oqqa chiqib, mol-mulkni bo'lishib o'tgan vaqtda bu shu Sunjanlarmi dadis bilan ham boshqa savdogarlar bilan qirg'oqqa chiqdi. Chiqqandan keyin shuning bilan Sunjan deydi. Dada, biz bu qaroqchilardan mol dunyomizni qaytarib kelaylik, chuqum qaytarib kelgan bo'ldi degandan keyin dadasi buni tillaydi. Jimotda kichik turib nimadan cho'ng gap qilsa, basang o'tirib o'tdi. Biz mol dunyomizni arilib qolsak mayli, lekin hayotimizni saqlab qoldi degandan keyin Sunjan unimaydi. Unimay shuning dadasining unimay qilichini ko'tarib vaqirab bordi. Vaqirab yiroqda cho'qansab bo'lgandan keyin buning keyindan boshqa yurakli savdogar kishilarni agishmadi. Mangandan keyin endi mushadiki bu qaroqchilar bularning vaqirab qilish ko'tarib kelganligini ko'rib, shu cheriklar kelgan o'xshaydi. Bizni tutqil kelgan o'xshaydi deb qo'rqib kemisiga tushib qochib ketdi. Mol dunyoni hammasini tashlab. Shuning bilan bu Sunjanlar ularning keyindan qo'g'lab, hatto bir qaroqchidan birini tutib o'ldirib o'tdi. O'ldirib o'tgandan keyin bu 17 yosh vaqtida. Shuning bilan buniki nomi chiqdi. Ash atrofda nomi chiqib,
buniki nəhayət batırlığı, həm aqılliq, tədbirlik bir kişi ekanligi bilgandan keyin shuning bilan o'yat deyishida buningga amal berdi. Ya'ni chavandozlar qo'shunininki sardori deb hisobda kichikroq bir amaldan birini berdi. Shu nahiyaninki bir hisobda bexatarligini qo'g'daydigan odam bo'ldi-da bu hamda. Hamda bu shu jarayonda nihoyat tirishib ishlaydi. Bu nihoyat jasoratli. Uning ustiga jang qilishga bak moyil bo'lg'achqa keyin to'yib ketgandan keyin asta-asta buning nomi amal o'sib, bu nahiyaninki hokim bo'ldi. Nahiya hokim bo'lib ishlab turgan vaqtda ham buningki ta'liq qildi. Bu aslida bunda nahiyada hokim bo'lib, bunda kichik ishni qilishni o'ylamagan. Buning cho'ng ishlarni qilish plani bor. Dal shu vaqtda seriy haqliqlar qo'shuni paydo bo'lish boshlaydi. Shuning bilan fursat keldi. Bu to'xtamasdan qo'shin yig'di. Qo'shin yig'ib, o'z oldiga qo'shinlarni yig'ib, undan keyin seriy haqliqlar qo'shinni bostirish jarayonida nurg'unlagan qo'shinga ega bo'ladi. Asta-asta buningki kuchi zo'rayib, bu faqat nahiyaninki bir hokim bo'lib qolmay, o'zininki muqim qo'shini bor bo'lgan. Shu Jangdong ne o'zining rayoni qilgan bir pasibonga aylandi. Amaliyotda bu nahiyaning hokim bo'lsa, buningki qo'l ostidagi askarlar 200 ga bormaydi hamda. Chiqolmaydi unda. Ammo shu urush fursatidan foydalanib, bu nurg'unlagan askarlarni yig'ib, bu 10 mingga yaqin qo'shin to'plab ketdi. Shuning bilan biz davatgan nihoyatda kuchli polvon bo'lgan Sunjan bu yerda namoyon bo'ldi. Undan keyin bu Sunjan shu Turshaol bo'lishni o'z tanlaydi. Nimishqa? Chunki buningki boyidib cho'ng ishlarni qilish plani. Keyinda o'tsa, albatta fursat olmaydi. Amaliyotda fursatning hammasi xatarning ichida bo'ldi. Albatta, Turshaol bo'lish xatarlik. Agar jangda salla bexaslik qilsa, butun qo'shin bilan halok bo'lgan gap. Keyindik qo'shinga osonlikcha zarba bo'lmaydi, eng oldingi zarba yetadi. Shundaq turug'liq Sunjan shu oldin qatordagi bo'lishni, ya'ni eng oldida yuradigan Turshaol bo'lishni tanlashlik sabab nima desa, bu shu orqali o'zininki kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi. Ham shu orqali fursat topib, cho'ng to'yib ko'rsatmoqchi. Chunki eng oldida mangan odam eng cho'ng to'yib ko'rsatishi mumkin. Eng cho'ng zarbaga uchrash mumkin. Endi bu bizningki mush hozirgi korxonchilikdagi ishlar bo'lsin, turmushdagi ishlar bo'lsin, shunga o'xshash. Fursat tamam qiyinchilikninki orasida, xatarning orasida bo'ldi. Siz mush qiyinchilikqa taqobil tura olsangiz yoki qiyinchilikning orasidan shu fursatni tutib chiqa olsangiz, demak siz boshqa erishilmagan fursatlarga yetishingiz mumkin. Unda qo'sa Sunjanninki hikoyasini mushunchalik so'zlab turli. Unda qo'sa do'stlar, film yarg'an bo'lsa, yuraklaringlarni aymanglar. Mush ostiga inkas rayoniga alt raqamlarni yozib qo'yinglar.